Juda ham ko'pchilikga qiziq bo'lgan mavzu elektrический to'pli pol qilganim yaxshimi yoki suvli to'pli pol qilganim yaxshimi degan savollar juda ham ko'p keladi. Hozir sizlarga buni farqlarini tushuntirib berishga harakat qilaman. Bizning tajribamizda nima bo'lgan? Bizning tajribamizda biz elektrический to'pli pollarni kichkina bo'lgan xonalarga yoki sanuzillarga yoki kichkina bo'lgan 40 kvadratlik, 50 kvadratlik uylarga yoki 30 kvadratlik uylarga elektrический to'pli pol qo'ygan joylarimiz bo'lgan. Chunki uni ishlashi juda ham yaxshi hisoblanadi. Tez isiydi. Xo'p, kichkina joyda bu o'zini oqlaydi. Agar 50 kvadratdan katta bo'lsa, albatta bu suvli to'pli pollarni qilgan yaxshi. Sababi nimaga deysa, buni rasxodlari ham o'zgacha bo'ladi. Ya'ni 50 kvadratdan kichkina bo'lgan joylarda elektrический to'pli pol bo'lishi bu sizga har oylik xarajatni mo'tadil ushlab turadi. Agar bu 50 kvadratdan katta bo'lgan joylarga elektrический to'pli pol qilsa, tokni juda ham ko'p yeb qo'yadi. Shu sababli agar sizda 50 kvadratdan kichkina bo'lsa yoki qanaqadir sanuzillarga to'pli pol qilish, ya'ni elektrический to'pli pol qilmoqchi bo'lsangiz, bu o'zini oqlaydi, qilgan yaxshi. Agar xonadoningiz sizda katta bo'ladigan bo'lsa, kvadratga hisoblagan holda agar siz elektrический to'pli pol qilsangiz, bu har oylik elektr xarajatini oshirib yuboradi. Endi suvli to'pli pol qanaqa ishlaydi desa, suvli to'pli pol gazda ishlaganligi uchun bu ekonomishli hisoblanadi. Ya'ni bu yerda e'tibor berish kerak bo'lgan jihat bor. Kvadrati katta bo'lgan maydonlarda albatta suvli to'pli pol qilgan yaxshi bo'ladi. Sababi gazda ishlaganligi uchun gazni har oylik xarajati inson cho'ntagiga zarar keltirmaydigan holatda ishlaydi. Agar siz to'pli polni kichkina joyga, deylik masalan sanuzilga faqat suvli to'pli pol qilmoqchi bo'lsangiz, buni xarajati ba'zi holatlarda oshib ketadi. Ya'ni o'zini o'zi qoplamay qolish ehtimollari bo'ladi. Endi bu albatta ish jarayonini kelib chiqadigan holat bo'ladi, lekin umumiy olgan holatda xuddi mana shunaqa holatda ish jarayoni kechadi. Ya'ni elektrический to'pli polni tushuntirib berishga harakat qildim va gazli to'pli polni tushuntirib berishga harakat qildim. Va undan ham tashqari yotoqxonalarga to'pli pol qilish masalasi ham juda ham ko'p so'raladi, aktual mavzu. Xo'p, qilish kerakmi, qilish kerak emasmi yotoqxonaga? Xo'p, bu joyda agar yotoqxonalarga to'pli pol qilingan taqdirda ham o'zini o'sha boshqaruv pulti bo'ladi, issiqlikni boshqaruv pulti bo'ladi. Xonaga, ya'ni inson oyog'iga yoqimli bo'ladigan mo'tadil haroratni o'sha boshqaruv pultidan qo'yib qo'yilsa, yotoqxonaga qilsa ham bo'ladi. Agar ba'zi holatlarda to'pli pol qilishda pul tejashga ko'proq urg'u berilsa, xonalarning ichiga o'sha boshqaruv pulti deyiladi. Boshqaruv pulti qo'yilmasa, yotoqxonalarga o'sha deylik to'pli pollarni qilmagan yaxshi hisoblanadi. Chunki juda ham isib ketib, insonga qandaydir noxush holatlarni olib kelish ehtimollari bor. Aynan mana shu holatlarga e'tibor bersangiz, siz uyingizni remont qilishda, qurilishda albatta bu sizga foydali bo'ladi degan niyatdaman. To'pli pollar haqida mana qisqacha bo'lsa-da ma'lumotga ega bo'ldingiz. Aynan sizning holatingizda qaysi biri sizga ko'proq ma'qul bo'ladi? Izohlarda yozib qoldiring fikringizni.